Olimlar endi aytadi, haqiqiy mukammal ayol kim? Bitta er uchun mukammal ayol kim desa, er nimadan xursand bo'lsa, o'sha narsadan xursand bo'ladigan ayol degan. Oldimdagi inson suvni yoqtiradi. Men choyni yoqtirsam ham, choyni ichmasdan, haqiqatdagi sharoitim bor choy ichgan, lekin oldimdagi yaxshi ko'rgani uchun suvni ichishlik. Qanaqa bo'ladi? U o'zlikdan ketish deganimi? O'zlikdan ketish. Itoatni shunaqangi bo'lganlarki, zirvasidan o'tkazib yuborganlar itoatni. Ey Xodija, siz chiqmang, siz qoling. Men o'zim boraman desalar ham yo'q Rasululloh deb turib chiqqanlar agar tepalikka chiqadigan bo'lsa o'sha paytda, chunki narvon boshqa narsalar bo'lmagan, o'zlari chiqqanlar. Yana ovqat qilib, ovqatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tashiganlar o'sha paytga. Shuning uchun Hirogacha chiqmaguncha odam Xodija onamizning muhabbatini Rasulullohga anglab yeta olmaydilar. Chiqqandan keyin bitta tushunib yetadi. Yana ham hozir sizlar chiqsanglar oson qilib qo'ygan, bunga stupenkalar qo'yib qo'ygan, chiqish yo'llari qilib qo'ygan. Oldin chirmashib chiqish kerak bo'lgan. Naqadar qanchalik muhabbat bo'lish kerakki, u chiqa olish kerak. Yana Alloh taolo Xodija onamizni yaxshi ko'rgan ekan. Chunki agar bitta ayol eriga Alloh istaganchalik itoat qila olsa, bilsinki o'sha ayolni Alloh yaxshi ko'rar ekan.